Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, jahlingiz chiqsa o'tirib oling degan ekanlar. Agar shunda ham jahldan tushmasangiz yotib oling degan ekanlar. Jahl chiqqanda aql ketar ekan. Dunyoda eng kuchli odam kim deb savol berishganda, jahli chiqqanda o'zini bosa olgan, aqli jahlidan ustun bo'la olgan odam dunyoda eng kuchli odam deb javob berishgan ekan. Jahlingiz chiqayotgan paytda, o'sha paytda masalani hal qilish shart emas. Er-xotin bir-biriga jahl qilayotgan paytda bolalaringizni ko'ziga qarang. Norasidalarda nima gunoh? Sizni dahanaki jangingiz bilan hech narsa hal bo'lmaydi, lekin